Gitarın yanında Apple tanışış mümkün üzüp koyatqanlar bugün tanışış düğünümüz. Bugün Android telefonunki tanışış detalini tavsiye qilib keldim. App tushirdigan yerga Citat Yavinchi Dashi deb bossangiz, mana shu rasm chiqqan vaqtimiz mana shuni tushirib olsangiz bo'ldi. Echilgan xomiyasi mana chiqadi. Qaraygan bo'lsak, mana birinchi tar ekan, ikkinchi tar ekan, uchinchi tar ekan. Mana quloqqa bog'liqlar chiqadi. To'rtinchi tara, beshinchi tara, oltinchi tara. Mana qo'limda gitar qolsaqmi mana birinchi quloq, birinchi tara, ikkinchi tara. Mana qarab ham fuqul bo'ldi. Gitarni iqtidori qilib qolsa, mana ostizdagi zidon degani oshmay turib tanishayotmizda, qaysi quloqni tansak, shu quloqni besib qo'yib turib, shu ovozni tam anglab turib shuni tanishamiz. Masalan, birinchidan tanishmoqchiman hozir. Tın tın ovozni anglab turib, mana bo'shib qolib qolsa, mana tanishadi. Birinchi quloq tanishadi. Agar tar bo'sh holatda qolib qolsa, mana o'tirdikka ko'ringan chastota sol tarafda ko'rindi. Chinsaq bo'ldi. Mana o'tirib chastotadan siziqdan o'ng tarafga o'tayotgan bo'lsa, chin bo'lib ketgan bo'ldi. Masalan, mana havolasimizda cho'rivasini tarni uzib qo'ysiz degan gap. Unda havolasida bo'shtimiz tarni. Ikkinchi tarni tanishmoqchi bo'lsam, yana o'xshash, mana bir ikkinchi tarni degani besib qo'yib turib, Aşağı tanışayımız. Ovozni anglab turib, ma'nikin bir besib baqsaq, ovoz chiqadi. Ovozni anglab, gitarning ovozini birlashtirib, boshdan o'qishib turib tanishaymiz. Chin holatda mana chastotaligi pastlab ko'rinib qolishi mumkin. Siz uqmay turib chin deyversiz, tarni uzib qo'ysiz degan. Shuni diqqat qiladigan nuqtalar mana shu ma detalni shu alayligi, ma tarni quloq cheksin tong ovozni ma shuni o'qishib turib tanishaysiz degan gap. Undan boshqa ma zidon degan narsani, zidon degan yerni to'g'ri belgi urib qo'ysak, qaysi tarni cheksak, biz zidon deb turdi. Gitarni ham qo'lingizga ep turiblar, mana zidon holatda qilib qolsangiz qilamasangiz mumkin. Mana shu don holat azman deb bergan. Har bir quloqning ovozini anglab turib mana tanishyapsiz, tanishay olasiz. Mana zidon degani chekib qo'ygan vaqtimizda, gitar butun tanishilib bo'lgan vaqtimizda azroq yenib ketgan ahvolasida tanishishga mas qildi degan gap. Masalan, birinchi tarni chekkan bo'lsam, sal bo'shib qolgan bo'lsa, birinchi tarni cheksam, mana zidon degan holatda yuz deb ovozni o'zi tunib, birinchi tarni tanishyapsa deb chastotadan ko'rinib turdi degan gap. Tikib deb qolamiz. Ikkinchi tarni cheksam, mana ikkinchi tarni ko'rsatib berdi. Uchinchi shu. Oltinchi taraf. Oltinchi taraf bo'shga. Shunga o'xshash foydali masallar bo'ldi. 0 boshlab gitar chekish o'rganganlar, shundoqla gitar setib olganlar men bilan aloqalasang bo'ldi. Undar nomerim 132 79 97 07 28 yoki mana ekran pini chiqib bir sundar qo'ysangiz bo'ldi. O'rganmasangiz gitar olmasangiz ajrim uchun bir taj yurak besib qo'ying. Qo'lingiz rahmat.